Bo'ldi-da endi baraka topkur, ish yuzasidan gaplashganman. Men sizdan buni kutmagandim. Kutmasang borib otangnikida yasha, tushundingmi? Sizga xat berib yuborishdi. Menga? Ha, kenayimdan ekan. Voy. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bo'larkan-u, shunaqa kutib Voy. So'ra? Nimani so'rayman? Uzr so'ramaysanmi? Nima? Nimaga uzr so'rayman? Voy. Ishxonamga xat jo'natibsan-u. Voqli keling, shirinlik bilan mehmon qilaman debsan. Mana keldim. Xolasang o'qib beraman. Adasi, ertalabki ishim uchun uzr. Ozgina qizishib ketdim. Bugun kelsangiz kechqurun shirinlik bilan mehmon qilaman. Voy, xatni men emas, siz menga yozgansiz-ku? Gul tortlari bilan. Nima? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bularni xo'jayingiz berib yubordi. Rahmat. Mana o'qib ko'ring. Onasi, ertalabki ishim uchun uzr. Ozgina qizishib ketdim. Bugun vaqtliroq kelaman, shirinlik bilan mehmon qilaman. Voy-yo. Tushunmadim. Ha, bu ikkalovini yozig'i bir xil-ku. Bo'ldim, boshqa ko'rishmaysizlarmi? Mengachi eng zo'r tortingizdan bering. Xo'p. Mana, endi buni nima qilamiz? Yana bitta iltimosim bor. Ana, ikkinchi xatda ham yozib bo'ldim. Nima qilish kerak endi buni? Endi buni Xo'sh. bitta gul olasizda 7-qavatga olib chiqib berasiz. Bo'pti. Hali gap piyoda ekan. O'zichi uzrni bir-birimizdan emas, ikkalamiz bir bo'lib qizimizdan so'rashimiz kerak. Yo'q, kerak emas. Nega? 4 yillik. Keladi. Yes!